Shou-biznes olamining porloq yulduzi Shahzoda haqida hozirgina shoshilinch xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimiz sahifasiga xush kelibsiz. O'zbek hamda jahon shou-biznesi olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Xonanda va aktrisa Shahzoda 28-iyul kuni 47 yoshga to'ldi. Asli ismi Zilola Bahodirovna Musayeva bo'lgan san'atkor 1979-yilda dunyoga kelgan. Shahzoda o'zbek tinglovchilariga ko'plab mashhur qo'shiqlari orqali tanilgan. U yillar davomida konsert dasturlari, video kliplar va turli ijodiy loyihalar bilan muxlislar e'tiborida bo'lib kelmoqda. Tavallud kuni munosabati bilan xonandaning ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi tabriklarga to'ldi. Muxlislari va yaqinlari unga samimiy tilaklar bildirib, yangi yoshini baxt, salomatlik va quvonch bilan o'tkazishini tilashmoqda. Kuzatuvchilar izohlarda Shahzodaning sahnadagi faoliyati, o'ziga xos ijro uslubi va tashqi ko'rinishi haqida ham iliq fikrlar qoldirdi deyilgan xabarda.